Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana bir bor Dalda podkastida ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Har doimgidek Amin Abubakir Ibrohimov hamda ustozim Akobir Abdullayev bilan birgalikda navbatdagi sonni yozmoqdamiz. Hammaga assalomu alaykum. Dalda podkastini kuzatayotganinglar, qo'llab-quvvatlayotganinglar uchun yana bir bor hammaga rahmat. Xo'p, ustoz, bugungi mavzuyimiz sportdagi amneziya. Da, juda ham qiziq mavzu. Sportdagi amneziya, ya'ni bu mavzuni eshitganlar vashiyatan amneziya bu kasallik. Unday kasallik bilan sportda qanaqa qilib yashasa bo'ladi deyish mumkin. Endi amneziya deganda biz hozir psixiatrik buzilish yoki kasallik haqida gapirmaymiz. Ko'proq sportdagi shunday amneziya holatlari bo'ladi. O'sha narsani biz muhokama qilamiz. Ustoz, o'zi sportchi ringga yoki maydonga chiqqanda musobaqagacha bo'lgan nima deydi, tuzgan butun boshli rejasi yoki aynan bir raqibga mo'ljallangan rejalar ishlamay qolishi, ya'ni maydonga chiqqanda uni unutib qo'yish, bu asli psixologik holatmi yoki u sportchining tajribasizligimi? Вот. Bu yerda hozirgi siz ikkita variantda o'sha savolga javob berib qo'ydingiz. Lekin bu yerda undan ham ko'proq variantlar bor. Birinchisi, sportchi taktika tuzdi, rejalashtirdi va maydonga yoki ringga yoki jangga chiqdi-da, unutib qo'ydi. Birinchi sabab odatda bu sportchining tajribasizligi. Ya'ni tajribadan o'tmagan, tajriba orqali misol uchun tuzgan taktikasini maydonda qo'llab ko'rmagan yoki bu trenirovka qildirilmagan. Ya'ni hech qachon biror bir taktikani tuzib, misol uchun hech bo'lmasa trenirovkadagi bir sparingi, trenirovkadagi o'yinda qo'llab ko'rmagan. Men tajribamda bitta shunaqa holat bo'lgan. Bir bokschi murojaat qilganda keldi, biz va anaqadan boshladik. Har doim hamma bilan shu bazadan boshlaymiz. Oddiy sport nazariyalaridan boshlaymiz. Agar savol javob qilaman, sport nazariyalari bo'yicha yetarli bilimga ega bo'ladigan bo'lsa, biz unga to'xtalmasdan kuchli psixologik, asosiy psixologik tayyorgarlikka o'tib ketamiz. Lekin ba'zani bilmasdan turib, ko'p sportchilarda psixologik muammolar bo'lyapti deb o'ylashadi o'zida. Va keldi, men ba'zan tushuntirdim o'sha taktik, texnik tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik o'zi nima ekanligi, uni bundoq anglab yetishga harakat qildik birgalikda va haligi sportchi wow dedi-da, ani men umuman jangga chiqishdan oldin, ringga chiqishdan oldin hech qachon reja tuzmas ekanman. Menda umuman taktik tayyorgarlik yo'q ekan. Dedi-da jarayonda. Va navbatdagi ikkinchi konsultatsiyaga kelganda, men sparinglarim o'zgardi dedi. Misol uchun odatda men kuchli raqibga qarshi chiqqanimda men yo'q bo'lib qolardim, lekin kuchli raqibga qarshi chiqdimda, men 2 raund men unga emas, u menga moslashib ishladi. Ya'ni u reja bilan chiqdi va reski uni natijasida o'zgardi. Va bu yerda psixologiya ham emas. Bu shunchaki tajriba va reja tuzish va reja bo'yicha ishlab boshlash. Xuddi misol uchun bozorga, misol uchun tasavvur qiling, endi uydagilar aytishdi, "Abaka bor, bozorga borib kel" deyishdi. Va bozorga borasiz, o'zingiz xohlagan narsalarni olasiz, sizga qiziq narsalarni olasiz va shu yerda misol uchun bitta kola bilan bitta chips olib, yo'lda qaytib yeb kelishingiz mumkin-da. Chips tagida ozgina qoladi, kolani tagida ham ozgina qoladi. Men bozordan keldim deb qolgan chips bilan kolani stol ustiga qo'yasiz. Nimaga kartoshka olib kelmading? Deysiz, nima deysiz? Bilmadim. Вот, ya'ni rejalashtirmadingiz-da. Yoki siz umuman bozorga ketib, umuman misol uchun qayergadir boshqa futbolga o'tib ketishingiz mumkin. Yoki misol uchun qayergadir bir jang ko'rishga o'tib ketishingiz mumkin. Yoki pulim qanchaligini bilmasdan kirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni rejalashtirmadikmi? Rejalashtirmagandan keyin hech nima odatda bo'lmaydi. Odatda biz chalg'ituvchi narsalarga oson chalg'iydigan bo'lib qolamiz, rejani yo'qligi. Va o'sha sportchi bilan o'sha sportchining shunday fikri
manda ajoyib bir o'zimda insaytni ham hosil qildida. Demak, sportchilar shunchaki rejalashtirmaganligi uchun rejalarim o'xshamaydi deb o'ylaydi. Rejalar o'xshash uchun rejalashtirish kerak abi. Ya'ni juda mantiqiy, lekin bizni ko'rayotgan, kuzatayotgan sportchilar yoki oddiy insonlar ham hayotda hech o'ylagan narsalarim o'xshamaydi-da deydiganlar ko'p. Lekin o'ylagan narsalari demak u o'ylanmagan bo'ladi. Ipidan ignasigacha rejalashtirilmagan bo'ladi. Shuning uchun eng katta omil biz psixolog bo'lsak ham, lekin ko'rpani o'zimizga tortmasdan tan olamiz. Birinchi omil bu shunchaki sportchining tajribasizligi. Rejalashtirib ko'rmagan, taktika qo'yib ko'rmagan, taktika bo'yicha ishlab ko'rmagan. Xo'p, hozir aytganingizni rejalashtirilmagan deysiz. Xo'p, shunaqa holatlar ham bo'ladimi? Misol uchun sportchi rejalashtiradi, rejasi aniq miyada turibdi, chiqqandan keyin muzlab qoladi ringda. Yaxlab qoladi. Texnikalar o'xshamaydi. Mana u o'sha rejasida asosidagi texnikalar chiqmasligi, misol uchun u ham tajribaga bog'liqmi yoki u boshqa narsami? Xo'p, endi davom etamiz. Tajribaga bog'liq tomoni bor, albatta. Keyingi tomoni endi psixologik omil. Psixologik omil ham bor va psixologik omilni o'zi ham bir necha turlarga, bosqichlarga bo'linib ketishi mumkin. Birinchisi bosim sababli shunaqa bo'lish. Ya'ni bosim shundoq tushadi va bosim uni rostakamiga bosib qo'yadi. Xotirasidagi reja, orqasidagi tajribalar bilan birgalikda bosim bosib qo'yadi. Va tasavvur qiling, misol uchun hozir ustingizda hech qanaqa kiyimingizdan boshqa og'irlik yo'q. Endi men bu piyoda qo'shinlarni anaqa maxsus narsalari bo'ladi. Nima deydi? Ekipirovkalar deydi. Aytaylik, o'sha maxsus anjomlar misol uchun u qadimga boradigan bo'lsak, gladiatorlarniki Rim qo'shinlari 50 kilogacha, ya'ni ustidagi kiyimni o'zi 50 kilogacha borgan ekanda. Ya'ni misol uchun sovut, boshiga kiyadigani, qo'ldagi anaqasi, misol uchun shit deydi, qalqon deydi, nayzami, qilichimi. Undan tashqari ular aytaylik 1000-2000 kilometrlab misol uchun qat'iyadir hujum qilish uchun piyoda borishgan, yo'lda oziq-ovqat bo'lishi kerak, o'zini oziq-ovqatini, kerakli narsalarini orqaga yana qo'shimcha sumkalar bilan ilishgan, 50 kilodan oshgan ekanda. Va misol uchun oldingi temirlar hozirgi temirlarga o'xshagan temir emas, hozir yengil variantdagi temirlar bor. Hamma narsa eng maksimal og'ir. 50 kilodan oshgan ekan. Va tasavvur qiling, misol uchun siz unaqa yurishga odatlanmagansiz va bugundan boshlab o'sha kiyim bilan yuribsiz. Siz 10 qadam yurib ozgina dam olay deb o'tirib olaveradigan holat bo'ladi boshida. Chunki bunday bosimga siz o'rganmagansiz. Bunday bosimga tayyor emassiz. Va bir tomondan misol uchun qadimgi o'sha jangchilar nima uchun hozirgi sportchilardan kuchliroq? Ular 100% kuchliroq deb o'ylayman. Misol uchun kim shu narsani shubha ostiga qo'ysa, albatta kommentda fikringlarni qoldiringlar. Misol uchun aytaylik, o'sha qadimgi o'sha gladiatorlar yoki qadimgi Rim askarlari yoki misol uchun Amir Temur davridagi o'sha Temuriylarni askarlari, misol uchun to'liq yoki ritsarlar deymiz, o'shalarni kiyimlari bilan o'sha jang qilishi va hozirgi bizning sportchilarimizni, misol uchun MMAchilarning eng zo'rini ham olaylikda, ikkalasini bundoq qo'yadigan bo'lsak, katta ehtimol bilan ular kuchliroq bo'lishgan. To'g'ri. Endi nima uchun kuchliroq bo'lishgan? Birinchisi, hozirgi sportchilar aytaylik, misol uchun zo'r, qulay sharoitlarga ega, misol uchun zallarda trenirovka qilishadi. Xohlasa konditsioner yoqib qo'yadi zalda. Misol uchun qulay ob-havo muhitini hosil qilish uchun. Aytaylik, har safar trenirovkadan chiqqandan keyin yuvinish imkoniyati bor. Endi yo'q, realda. Misol uchun yuvinganda ham mana odam ancha yengillashadi, relaks bo'ladi. Ular misol uchun bitta o'sha jangga chiqib ketishganda
yillab oylab Piyoda yurishgan. piyoda Adaptatsiya yurishgan, qilishga to'g'ri kelgan. va yuvinishmagan bo'lishi mumkin. Va o'sha og'irlik u yig'ilib naborot og'irlikni hosil qiladi. Va katta ehtimol bilan ular hamma bosimga chidamli bo'lgan. Har qanday bosimga chidamli bo'lgan. Lekin bizni sportchilarimiz, nafaqat biz O'zbekiston sportchilari deb o'ylashmas, umuman bugungi zamonaviy sportchilar hamma bosimga ham tayyor emas. Har qanday bosimga ham tayyor emas. Va o'sha bosimga tayyor bo'lmaganligi uchun rejalar o'xshamaydi. Bosim mana reja eng katta mana reja tuzayotganda boyagi muzlab amneziya yuzaga kelishi, ya'ni undoq ko'p sportchilar keladi-da, mana trenirovkada zo'rman, lekin musobaqaga chiqqanimda yo'q bo'lib qolaman. Hech nima hayolimga kelmaydi deydi. Misol uchun odatda bir kuni zo'r uradigan, misol uchun jangchidan eshitganman-da, bir kuni manchalik bir kuni zo'r uradigan bo'lmasa kerak deydi. Lekin jangga chiqdim, mana uryapman, havoga uryapman-da, xuddi 2 metr naryoqda turibdi. Misol uchun lapaga urganimda, mishokka urganimda, men misol uchun любой masofaga 1-2 bilan yetib olaman. Lekin jangda bormayapti, yetib bormayapti. Xuddi undoq havoga urayotgandek bo'laman va umuman urmayotgandek bo'laman. Chunki bosim nafaqat rejani xotiradan o'chiradi. Bosim tanani xotirasini ham o'chirib yuborishi mumkin. Bosim umumiy xotirani ham o'chirib yuborishi mumkin. Va hozir meni asosiy vazifam nima qilishim kerak hozir degan narsani yo'q qilib yuborishi mumkin. Mana yaqinda misol uchun siz bilan birga kuzatdik Mangu ligasida. Siz uchun eng qiziq janglar qaysi janglar bo'ldi? Xo'p, men uchun eng qiziq jang birinchisi 16 yoshli bolam jangi, o'smir yigitni. Ikkinchisi Furqatbek Yoqubov. Bu janglari. Listen. O'sha mana shu ikkita jang bo'ldi. Endi yana bor. Lekin yana bitta narsani aytdingiz. Biz ko'rayotgan boshqalar uchun zerikarli, lekin men uchun juda qiziq bo'ladi shu jang. Kurash tushadiganlarni. Odatda rostdan ham zerikarli jang. Va o'sha juda bitta baquvvat kurashchi, bizni adashmasam eng titullar bo'yicha kuchli bo'lgan bitta sportchimizni yutib qo'ydi, adashmasam anaqa rukopashka bo'yicha jahon, Osiyo chempioni, kuboklar sohibi degan bitta bolani bitta kurashchi yutib qo'ydi. 3 raund nazorat qildi. Nazorat qildi. Va nima deb o'ylaysiz? O'sha yerda qo'l jangi rukopashka вообще-то misol uchun eng zo'r sport turlaridan biri sanaladi. Любой bosimga chidamli bo'ladi ular. Lekin kurashkiga emas. Kurashkiga emas, chunki kurashki u boshqa uradi. Mana tushuntiraman. Misol uchun yer quruqlikda istalgan xavfga to'g'ri kelishingiz mumkin. Lekin suvga tushgandan keyin qanaqa bo'lib qoladi? U suvdagi maxluqda kurashchilar. Suvni tubiga olib kirib ketsa, quruqligida siz qancha tog'i ko'tarib sindirmay, lekin suv tegiga tushganingizda hech narsa qila olmay qoladi. Vashe zo'r misol keltirdi. Rostdan ham, misol uchun tubiga olib kirib ketdi. Aytaylik, nima desa bo'ladi? Misol uchun sher, arslon yoki deylik, ya'ni tigr deydi-yu, o'shani agar u juda kuchli endi bo'lishi mumkin, aytaylik, krokodil bo'lishi mumkin yoki kichikroq akula bo'lishi mumkin. Kattasi emas, kichikroq akula bo'lishi mumkin. Uni o'shani bitta tushlab suv tegiga bundoq olib kirib ketadigan bo'lsa, haligi arslon, tigrdan hech nima qolmaydi-da. Chunki u quruqlikda eng zo'ri. Quruqlikda hamma narsani yirtib tashlaydi. Lekin suv tubiga tushgani sari nima ko'tarilaveradi? Bosim. Okean, misol uchun aytaylik, siz 1 metr suvdan pastga sho'ng'iydigan bo'lsangiz, tepangizda 40 tonna suv bor deganda. Agar 10 metr chuqurlikka tushsangiz, tepangizda 100 tonna yoki 1000 tonna suv bor deganda. Va siz qanchalik chuqurga tushsangiz, shunchalik bosim kuchayaveradi. Va mana shu sportchilarda qanchalik chuqurga tushish degani,
qanchalik raqiblarni darajasi oshaverishi degani. Qanchalik musobaqa darajasi oshaverishi degani. Misol uchun sportchilar bor. O'zbekiston 10 marta O'zbekiston chempioni bo'lganman deydi. Lekin Osiyodan har doim mag'lubiyat bilan qaytgan. Yoki Osiyoda hech qachon bir kino ololmagan. Har doim bronzaga bir amallab bilinadi. Olimpiadaga 3 marta borgan yoki 2 marta borgan, jahonga 5 marta borgan, lekin borib Hojiboy aytgandek, marojniy yeb kelgan faqat. Buni asosiy sababi nima? O'sha eng chuqurdagi bosimga tayyor emas. Shuning uchun O'zbekiston chempionatida qilgan, misol uchun kombinatsiyalari, tryuklari, qandaydir taktikalar hammasi zo'r. Xalqaro darajada, jahon darajasida qiladi. Chunki bu yerda bosim yo'q. Bosimni his qilmaydi. Va 3-omilga o'tamiz. Mana bosimni his qilmaslik narigi tomoni bor-da. Ko'p sportchilar musobaqalarni bosimsiz tasavvur qiladi. Rejalashtirayotganda biz eng katta psixologik sabab biz musobaqalarni bosimsiz rejalashtiramiz. O'zimizga qulay usulda rejalashtiramiz va shunday bo'ladi deb o'ylaymiz. Aslida aytaylik, mana bu yerda tepadan tasavvur qiling. Misol uchun poxodga ko'p chiqasiz, to'g'rimi? O'sha poxodga chiqqaningizda poxodni bosimi bilan rejalashtiradigan bo'lsangiz, nima qiyinchiliklar bo'lishi mumkin yo'l-yo'lakay desangiz, o'sha qiyinchiliklarga oldindan tayyor bo'lasiz, rejalashtirasiz. Aytaylik, misol uchun yo'lda qayerdadir juda tik joydan chiqishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun yaxshi tishliroq krossovka yoki aytaylik, qanaqa changalzor bir tikonli joydan o'tishimiz mumkin. Uning uchun tikon o'tmaydigan qanaqadir qalin jinsi shim bo'lishi mumkin yoki bunday sportivniy shim bo'lishi mumkin. O'shalarni kiyib olasiz. Siz bosimga oldindan tayyorlanasiz shunda. Shundan kelib chiqqan holatda sportchilar ham rejalashtirayotganda jangnimi, o'yinnimi, bosimni inobatga olib rejalashtirishlari kerak. Bosimsiz emas. Ustoz, qarang-da, hozir aytildi, bu narsalar misol uchun o'sha rejalar yoki texnikalarni bitta case bor-da, o'shani misol qilib turayapman. Mana Islom Maxachev bilan JDM degan jangchi bor-da, Jake Della Maddalena. Qisqartirib JDM deyishadi. Misol uchun Islom Maxachev 4 raund, 5-raundda prosta kurashga kirib ketdi. 4 raund 2 daqiqa stoykada urishdi. 4 raund 2 daqiqa stoykada urishdi. O'sha har raund tugab chiqqanidan keyin 2 daqiqadan keyin Jake Della Maddalena stoykada urishmagandan keyin Islom urishmaysanmi deb kurashga olib kirib ketdi. Kurash tugatishga harakat qildi, harakatdan keyin 5-raund olib kirib ketib, oxiri ochkolar bo'yicha yutdi. O'sha paytda Jake Della Maddalenani hududida urishaman deganda tutdi-da o'zini. Stoykada urishdi, boshqa hatto zarbalar berdi stoykada, lekin Jake Della Maddalena hech narsa qila olmadi. Bu yoqda o'sha bosimni etsa ham bo'ladi, lekin ikkinchi tarafi qitirib aytganda, uni ikkinchi chempionlik jangi edi. Bu o'sha tajribaga deylik mana. Lekin o'zi umuman u sportchi, professional sportchi-ku deymiz. Hop, uchinchisi balki o'sha jangchi bilan tushadigan rejasi bo'lsa, endi meni fikrim, misol uchun jangga tayyorlandingiz, unga alohida texnika ishlab chiqdingiz, alohida reja tuzdingiz va u rejalar tanada avtomatik darajada rivojlanmagani uchun bo'lmasmikan shu narsa? U ham to'g'ri, Ya'ni biz reja tuzishimiz mumkin-da, o'sha reja bo'yicha bitta yurib ko'rmaymiz. Mana reja bo'yicha umuman taktik tayyorgarlik masalasida taktik tayyorgarlik o'zi psixologik tayyorgarlik bilan birga yuradi. Ya'ni muhim tushuncha. Chunki birinchi sizga kimdir taktikani belgilab berish kerak yoki siz o'zingiz taktikani rejalashtirib olishingiz kerak. Bu birinchi bosqich. Ikkinchi bosqich o'sha taktika bo'yicha boshdan oxirigacha tasavvurda borib kelishingiz kerak. Uchinchisi, endi tasavvuringizda borib keldingizmi? Tasavvuringizda borib kelayotganingizda 3-martada bosimlar qo'yib chiqishingiz kerak. Xo'p, yo'lda to'satdan
tepadan tosh tushib qolishi mumkin yoki yo'l rejasi misolida aytadigan bo'lsak, ketayotganda oyog'im sirpanib ketishi mumkin yoki qaysidir joyda yirtqich hayvon hujum qilib qolishi mumkin degan bosimlarni qo'yib chiqishingiz kerak va bosim bilan tasavvurda borib ko'rish kerak. Va 4-bosqich o'sha yo'lni borib kelib ko'rish kerak. Endi lekin bizda musobaqa imkoniyati bitta. Lekin trenirovka imkoniyati juda ham ko'p. Trenirovkada o'sha bosimlarni qo'yib chiqish kerak. Va endi bu yog'i trenerni mahoratiga bog'liq. Agar u juda ham kuchli trener bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan istalgan sport turida istalgan sportchini taktik tayyorgarligini bosimlar bilan boyitish mumkin. Va bu katta ehtimol bilan uni har qanday bosimga tayyor taktik tayyorgarligini ko'taradi. Ko'p ko'raman-da, mana qada kommentlarda yozishadi. Mana misol uchun sparingda normal bir nufuzli jangchilar bilan sparing tushganman, o'ta zo'r tushganman, zo'r harakat qilganman deydi, lekin musobaqaga chiqsam umuman boshqa jangchi bo'lib qolaman degani bu bosimga aloqadormi yoki tajribasizlikmi? Ikkalasi ham. Qarang, u demak mashg'ulotda unda yo'qotadigan narsa yo'q. Shuning uchun u zo'r tusha oladi, harakatlarni bemalol qila oladi. Musobaqaga chiqqanda yo'qotadigan narsam bor degan fikr xalaqit beradimi? Shunda bor imkoniyatini ishlatish kerak. Xo'p, yo'qotadigan narsam bor deyish menimcha yana qo'shimcha omil. O'sha bosim qo'shib beradi demoqchiman-da. Bosimni nimalar paydo qilishi menimcha o'zi alohida tema. U tema bo'yicha alohida gaplashishimiz kerak. Aynan mana shu yo'qotadigan narsa yo'q holatda sportchi odatda bor imkoniyatini amalga oshiradi. Lekin yo'qotadigan narsa yo'q bo'lib, reja ham yo'q bo'lib, reja bo'yicha biron marta ishlab ko'rmagan bo'lsa, u sportchi bosimsiz yutqizishi ham mumkin. Ya'ni misol uchun agar sizda rejangiz bo'lmasa, raqibingiz zo'r reja bilan chiqqan bo'lsa, siz uni rejasiga ishlab berasiz. Siz raqibingizni rejasiga ishlab berganingiz bu nima degani? Nima deydi? Mag'lubiyatni chiroyli rejalashtirish degani. Mag'lubiyatni rejalashtirish degani-da, vaqtida shu. Keyin yana bitta narsa, misol uchun zo'r narsa bor, mana shu narsani. G'alabani rejalashtirish bor, mag'lubiyatni ham rejalashtirib qo'yadigan sportchilar bor. Ular musobaqaga ketayotganda o'zi oldindan mag'lub bo'lib musobaqaga borishadi. Chunki ular g'alabani rejalashtirish o'rniga mag'lubiyatni rejalashtirishadi. Faqat mag'lubiyat, faqat xatolar haqida o'ylab yuraverishadi. Endi siz bir vaqt o'zida faqat bitta narsa haqida o'ylashingiz mumkin, yo g'alaba haqida, yo mag'lubiyat haqida. Faqat mag'lubiyat haqida o'ylashingiz, siz mag'lubiyatni rejalashtirishingiz bo'ladi. Shuning uchun sportchilar mag'lubiyat haqida fikrlar kelganda mayli o'ylang, lekin mag'lubiyatni o'ylash bilan o'sha atrofda mundoq o'rama bo'ladi, anaqa tornadoning ichiga kirib qolmang. Siz undan boshqa narsani o'ylamay, his qila olmay qolasiz. Va eng dahshati, misol uchun siz erishgan g'alabalar esingizdan chiqib ketgani eng yomoni. Siz qila oladigan, misol uchun qandaydir o'zingizni koronniy harakatlaringizni unutib qo'yganingiz eng dahshati va sizda imkoniyat, potensial borligi, kuch borligini unutib qo'yganingiz eng dahshati. Siz shuncha payt nechidir yil trenirovka qilganingiz va u trenirovka tanangizda izsiz ketmasligi aniqligini unutib qo'yganingiz eng dahshatida. Siz mana bu tornadodagi o'ramani ichiga bundoq kirib qoldingiz va siz faqat mag'lubiyat va xatolaringiz haqida o'ylayapsiz. Bo'ldi, siz yutqizdingiz degani. Musobaqaga bormasdan siz yutqizdingiz degani. Shundan kelib chiqqan holatda davlat endi sekin umumlashtiradigan bo'lsa, sportdagi amnistiya bo'yicha har bir narsa reja asosida bo'lishi kerak va o'sha rejaga muvofiq harakat qilish kerakligini bugun tushunib yetdik. Va eng muhimi bosimni har doim inobatga olish kerak. Bosim bo'lmaganda biz rejalarimizni osonroq qilamiz. Juda oson qilamiz. Har doimgidek qilamiz, lekin bosim bo'lganda o'sha bosim bizni yo'qqa chiqarib qo'yishi mumkin va menga juda ham yoqdi mana shu misolingiz. Aytaydigani, misol uchun quruqlik bilan suvdagi holat. Arslonni olib, misol uchun suvni qa'riga bir 20 metr chuqurlikka olib keting, uni
tishi ham, aytaylik anaqa tirnoqlari ham, uni dahshatli kuchi ham ishlamay qoladi. Agar 100 metr chuqurlikda olib kirib ketadigan bo'lsangiz, уже u 300 kilo go'sht bo'ladi. Bu anaqa yungdor 300 kilo go'sht bo'ladi. Shunaqa. Shundan kelib chiqqan holatda har doim bosim bilan bosimni his qilgan holatda bosimlarga ham alohida tayyorlanish kerak. Va shunda va eng muhimi rejalashtirish. Rejalashtirish, reja bo'yicha tasavvurda borib kelish, reja bo'yicha amaliyot qilib ko'rish, keyin unga bosim qo'shib tasavvurda borib kelish va bosim qo'shib amaliyotda borib kelish. Shunda xotira har qanday holatda ishlaydigan bo'ladi. Bo'lmasa, menimcha o'ylashimcha bugunga yetadi. Demak, biz bugun sportdagi amneziya haqida gaplashdik va bu sportdagi amneziya istalgan musobaqa jarayoniga, istalgan shu raqobat bo'lgan joyda bu narsa ishlaydi. Va o'zi umuman bu narsa yangi bosqichga chiqqanda bo'ladigan narsa. Har doim rivojlanayotganini bilmoqchi bo'lgan odam shunchaki qarash kerak. Qiynalyaptimi? Og'ir narsa turibdi, bosim ko'paygan, demak u rivojlanyapti. Chunki yengillik bu biz rivojlanmayotgan paytda bo'ladigan narsa. Shunaqa. E'tibor uchun hammaga kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Dalda podkastini kuzatib boring.